Ustam qanday ahvollari yaxshimi? Yaxshi belindingizmi? Yaxshi, shu suvni yog'ochdan chaynak ostida deb anglab bir ko'ray deb kelgandim. Ko'rang. Bu yilqi biz burun ishlatadigan opto degan narsa shumi? To'g'ri, shu. Shu nusxasida yog'ochdan shakl chiqib yasatganim shu. Ha, bunun yaslash jarayonini ko'rib baqsam qanday bo'lar? Bo'ldi, ko'rsangiz bo'ldi. Ustam bu optoda suv turamdi ya. Turda, suv turda. Qanchalik suv pata buningga? Buningga 2 nugay suv patida, bijirim. Ustam buningki optosini yasapla chilapchisini yasammi yo'qmi? Chilapchisini yasayman, hozir men apto aldirash o'g'il chilapchisini kerak yasayman deb shuni aptolam yasadim hozir. Ustam bu qanday ola bu yog'ochda opto yasashni o'ylashib qolganlar? Men shu aptni yog'ochni tayyorlik nimasiga bek qiziqmancha. Şu apto cheynek, chilapcha degan narsani yasab chiqaraman. Voy Ruslanbek subti chiroyli yasablab ustam. Maqlarim sizga rahmat, men bu qaytay. Birani elib chiqding-a bo'lmasa. Voy rahmat, bu bek yozilish jarayoni bek murakkabga xijil bo'lib qolmay undaq deymizlar. Mani. Birata o'smayli.